Shofyor mashina 1 soatdan oldin tuzalmaydi. Kim xohlasa shaharni aylanib kelsin dedi. Men xursand bo'lib qozi domlamiz yotgan qabristonga jo'nadim. Lekin qozi domlamizning qabrlaridan hech qanday nishona yo'q edi. Boshqa qabrlardan ajratib bo'lmas edi. Qari qabristonbonni qozi domlani dafn qilish vaqtidan tanir edim. Hovlisidan chaqirdim. Chiqdi. Ko'rishib o'zimni tanitdim. Qozi domlamizning qabrlarini ko'rsating dedim. U meni olib borib ko'rsatdi. Men katta bir toshni bosh tomonlariga nishona qilib qo'ydim. Qur'on o'qib savobini bag'ishladim. Qabristonbonning qo'liga 4 rupiya pul berib, qabrni ustini loy qilib suvab qo'ysangiz deb iltimos qildim. U kishi xo'p deb qabul qilishdi. Shu bilan xayrlashib mashinaning oldiga keldim. Bu shaharda tanish odamlarim ko'p edi. Endi ularni ko'ray desam vaqt tang edi. Mashina tuzalgan ekan. Qobulga jo'nadik. Qobulda Namangandan kelib qolgan odam bor ekan. Shu odamning hovlisida 15 kun turib, karvonlar bilan bir otni kira qilib Mozori Sharifga jo'nadim. Ilgari Mozori Sharifda istiqomat qilganim Mirzo Muhammad Qosimboyning uylariga keldim. Mirzo Muhammad Qosimboyning o'zlarini Afg'oniston hukumati boshqa joyga surgun qilgan ekan. Ul boyning qarindoshlarinikida turdim. Sovet hukumatining konsuli bor ekan, bu konsuldan ijozatnoma olish kerak ekan. Konsulxonaga kelib uchradim. Mamlakatga qaytib ketishni aytdim. Mendan so'roq qildi. Qachon chiqqanim haqida ma'lumotlar olib, bir varaqqa yozib oldi. Keyin aytdi: "Moskvaga xabar beramiz. Sizni Qo'qondan tekshirib, keyin ijozatnoma keladi. Keyin ijozat beramiz. 15 kunda bo'ladi" deb aytdi. Shu bilan 15 kun bu yerda turdim. 15 kundan keyin konsul chaqirdi. Ijozatnoma keldi dedi. Keyin Mozori Sharifdan Termizga keldim. Termizdan meni davlat odami kutib oldi. Mozori Sharifda turganimda bir kishi o'zi namanganlik Afg'onistonga o'tib keldi. O'zi ilmli kishi ekan. Mening shahodatnomamni ko'rib menga aytdi: "Bu shahodatnomani olib bormang. U tarafga keragi yo'q. Shu yerda omonat qoldiring." Shu bilan shahodatnomani hovli egasi bir qutichaga solib omonat qo'yib qo'ydi. Termizning siyosiy idorasiga olib keldi. Hujjatni tekshirib ko'rib, menga ruxsat berdi. Poyezdga tushib, to'g'ri Qo'qonga keldim. O'z hovlimga kelganimdan so'ng menga ma'lum bo'ldiki, onamiz, dadamizning vafotlaridan 1 yil ilgari vafot etgan ekanlar.